ijtimoiy tarmoqlarda har xil g'iybat, bo'xtonlarni, iftiro, fitnalarni qilishligimiz bilan biz o'zbek qavmi ulamolarga ham tosh otilyapti. Ulamolarni aybini topib, ayniqsa siz yoshlar, siz o'rganib olgan ozgina o'sha internetdagi deyman yana, ijtimoiy tarmoqdagi ozgina bir eshitgan ilmingizni darrov men ilmli bo'lib qoldim-u, domlamni aybini topishlikka men haqliman degan fikrga borib qolman. Alloh asrasin. Alloh asrasin. Tilingizni tiying. Ayniqsa bir mo'minni g'iybat qilish nima edi? Uni go'shtini yeyishlik bilan barobar edi, balkim uni jasadi, o'lik bir jasadi tanasini yeyishlik bilan barobarmidi? Allohning o'zining xabarimi? Endi ulamolarni go'shti debdi, masmuma debdilar. Ulamolarniki o'sha o'lik tana bo'lishligi bilan birgalikda zaharli bo'lar ekan. Zaharli bo'lar ekanki, yegan inson o'sha vaqtda til tortmasdan o'ladi. O'lmayapman-u demang. O'lmayotgan bo'lsangiz, ana qalbingiz o'lib bo'lgan bilmaysiz. Qalbingiz o'lib bo'lgan bo'ladi. U qalbga keyin va'zu, irshod, bir nasihat, bir xabar, ma'rifat unga hech ham kirmaydi. O'shandan saqlang.